Allohga hech kimga navbat bermasdan soqa qilib o'tirishadi. Hadi bismillah. Ne deb aytmayapsizlar? San yulduz oldin la'natni nima ekanligini bilib olgin. Ulamolar la'nat molni nuqsonligida emas, yuzni qoraligida emas deganlar. La'nat gunoh ketidan gunoh qilishlik la'nat deganlar. Yaqinda ahli ilm domlalarga yopishding, bir qancha gaplar qilding, shallaqalik qilding. Endi kecha-yu kunduz tinim bilmasdan mana shu karantin boshlangandan beri jonlarini fido qilib, issiq o'rinlarni sovuq qilib, oila bag'ridan uzoqda turib, biz xalqni himoyasida turgan insonlarni san la'natlayapsan. Bu la'natlar ertaga o'zingga qaytsa nima bo'lishini bilasanmi? Boshingga nima balolar kelishligini bilasanmi? Qancha ota-onalarga san la'nat aytyapsan. Bularni farzandlari mana shu kunlarda fido bo'lib, xalqimizni tinchligi, salomatligi uchun bor kuchini, bor ilmini, bor salohiyatini xizmat qilyapti. Sani farzandlaring-chi shu insonlarni qilayotgan bitta xizmatini qilib beryaptimi? Mana shu san la'natlayotgan insonlarni ichida joynamoz ustida o'tirib sani haqqingga duoibat qiladigan bo'lsa, boshingga nima balolar kelishligini bilasanmi? Sani o'zingga o'xshagan 3-4 ta dinini bilmagan, xudosini bilmagan, oxiratdan umidi yo'q 3-4 ta ahmoqlar sani olqishlayotgan bo'lsa, bu degani butun O'zbekiston xalqi sani ardoqlisan, san suyukligimizsan, san bizlar uchun azizsan degani emas. Sani Xudo uchun yomon ko'radiganlar behisob insonlar bor. Sani aytayotgan bemaza yoshingga yarashmaydigan ashullalarni eshitganda asabi buziladigan insonlar qancha. Shaxsan o'zim sani aytgan qo'shig'ingni ham, boshqangni ham sariqcha qila olmayman. Chunki sen shunga munosibsan. Faqat o'zingni bilgin, haddingdan oshmagin. Xalqqa bu darajada bepisand qilmagin. O'zingni bosgin. Kun ketyapti, yoshing o'tyapti. Hadimay Azroil alayhissalomga ro'para bo'ladigan kunlar bor. Kama ta'ishuna tamutuna kama tamutuna tuhsharuna degan payg'ambar alayhissalomning so'zlari bor. Qandoq yashasang, xuddi shundoq o'lasan, qandoq o'lsang, xuddi shundoq tirilasan degan Rasulullohning so'zlari bor. Oqibatingni